Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif yoqasi orqali ko'rishganmiz. Bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyatining Marhamat tumani Tolg'oshga tashrif buyurdik. Sababi bugun Sarvinoz singlimiz tavallud yanar ekan. Shu munosabat bilan bizga musofirdan turib dadalari Sanjarbek akamiz murojaat qildi. Hozir Sanjarbek akamiz qolaversa hamma yaqinlarning nomidan singlimizni ajoyib qadrga chiroq qo'shiladi. Men ko'ngillarni ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashrif yoqasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ekran chiqgan nomerlarga bemalol Telegram imo WhatsAppga privat telefon sizlar xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Men nima deyman hozir endi? Men nima deyman? Demak, hamma tayyor bo'lsa, menga shu gap qoldi. Biz boshladik. Kelinglar davraga, aziz mehmonlar. Akalar, opa singillar. Davraga kelmoqing eng qadrdonlar. Bugun qizimning tug'ilgan kuni. Kelinglar davraga, aziz mehmonlar. Akalar, opa singillar. Davraga kelmoqing eng qadrdonlar. Bugun qizimning tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningizni. Baxtingiz muborak. Omad yor bo'lsin sizga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningizni. Baxtingiz muborak. 100 yil yashang istaydi barcha. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. Bir dakika çok avvalroq assalomu alaykum hammalarga yaxshimisizlar. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Tug'ilgan kuningizdan chiqib Tanjona sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Jamiki yaqinlaringiz, ota-onangiz baxtingiz salomat bo'ling. Musofir dadingiz bor ekan. Aynan shu inson biz jo'natdi. Bugun qizaloqni tavordayman. Afsuski oldida bo'lib tabriklash nasib qilmadi edi. Xudo o'zi keyingi yillarga nasib qilsin. Dadajoningizni nomidan gullarimizni qarzlarni topshirib qo'yamiz. Va albatta mana shu iPhone'larimizni dadajingizni nomidan topshirib qo'yamiz. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Oilalardan shunaqa xursandchilik kunlar hech ham tark etmasin. Onangiz qani endi? Opajon, endi birinchi bo'lib o'zingizga sizdan farzandingizga ikki og'iz tabriklar. Qadimga baxt tilayman, doimo sog' bo'lsin. Iloyim, rahmat aytganlaringiz. Xudo o'zi akamiz bilan birga shu farzandni orzulasini ko'rish sizlarga ham nasib qilsin deb qolamiz. Davom etamiz. Endi yoshga to'njonlarimiz bilan ikki og'iz duolar, tabriklar bo'ladigan bo'lsa. Ilohim, mana shu qizim baxtli bo'lsin. Amin. Baxti oydek ochilsin. Ayas bilan dadasi ham qo'sha qarisin. Chiroyli yilga yilga to'ylar qilaylik inshaalloh. Aytganlaringiz. Rahmat. Enasi. Bo'ldi, enajonim. Mana nevaramni uyda o'tiribmiz. Boshqa chiroyli joylarga borib, o'zlaridan ko'payib, uni o'sib, yaxshi joylarga tushib, baxtli bo'lsin. Iloyim, sizlarga shu baxtlarni ko'rib, sizlarga nasib qilsin deb qolamiz. Rahmat, qarsa yil. Rahmat. Hay, davom etamiz. Kim amma, xolalar kimlar? Men ham shirin tilaklarga qo'shilaman. Avvalo bularni baxtini ko'rish ota-onasiga, buvijonlariga nasib qilsin. Iloyim soliha qiz bo'lsin, baxtini bersin, borgan joyida aziz bo'lib, kelinmas qiz bo'lsin. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'rish nasib qilsin hammasiga. Sizlarga ham rahmat bo'lsin. Yana sog' bo'linglar. Rahmat katta. Bo'lmasa ikki og'iz dadangizga rahmat deb bersin. Ko'rib xursand. Bo'ldi, mayli, to'g'ri tushunamiz. Albatta xursandchiligingiz yoshlari, iloyim sog' bo'ling deb qolamiz. Kim, siz ukasimisiz? Keling, sizdan bir opangizga bir ikki og'iz tabriklar bo'ladigan bo'lsa, esdalik bo'lib qoladi. Dadangiz ko'rib turibdi, dadangizga qanaqa gaplar bo'lsa, opangizning nomidan gapirib turasiz. Anavi dadamga kattaga rahmat deyman. Baxtingiz sog' bo'lsin. Bo'ldi, tushunaydi. Sizlar ham sog' bo'ling, opajoningiz baxtli hamisha shunaqa o'rtalarida mehr-oqibat hech arimasin deb qolamiz. Sharaflarga katta qiz bo'lsin, o'qishlarga ketsin, Alloh baxtini bersin. Shuda yaxshi tilanglar. Iloyim, aytganlaringiz iloyim. Sog' bo'linglar deb qolamiz. Albatta bunday xursandchilik kunlarga o'yin kunlar yarashadi. Birinchi onajonlarimizdan taklif etamiz, keyin yoshlar birgalashib qo'shilib ketamiz. Qani, marhamat. Thank you.
salomat bo'lib, o'ynamaganlar to'yga saqlab qo'yinglar, xudoga to'yladi. Maza o'ynaysizlar. Mana endi esa har doimgidek esda uchrashib chiqamiz. Navbat fotosessiyaga. Rahmat. Sizni yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Otangiz qanaqa bir orzu havasga katta qilgan bo'lsa, ilohim shu orzu havasdek qilib qo'ying deb qo'yamiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Endi hojiona bizga duo qilasiz. Umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin. Topganlaring baraka bersin. Yo'lda, cho'lda yurasizlar, yigitlarim hamisha jilovlaringda bo'lsin. Uylangan bo'lsalaring, bola chaqalaring olisini ko'ringlar. Uylanmagan bo'lsalaring, baxtli, taxtli, chiroyli qizlardan olib, hamisha ishlaring o'ngilga keladi. Allohu akbar. Aytganlaringiz to'g'ri, yaxshi bo'ldi. Xo'p, qadrdonlar, ko'rdan shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski, navbatdagi tashviqamiz ham o'z poyoniga yetdi. O'ylaymizki, bizga insonlar va tomosha qilgan insonlar sizlarga yoqtirgan umidamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Uyga tashrif buyurish uchun har doimgidek ekran turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilaram. Xudo xolasa 24 soat oda qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartet jamoasi sizlar uchun xizmatda. Rahmat.